Word'da stone qistirish. Biz jurnallar qaraydigan bo'lsak, jurnaldagi mazmunlarning stone'ga bo'linganligini ko'ramiz. Bunday qilishdan maqsad navoda jurnalninki yoki hujjatlarninki xati bek kichik, bir qurg'a sig'adigan mazmun ko'proq bo'lgan vaqtda biz bir qurg'a mazmunni o'qib bo'lib keyingi qurg'a yetkelgan vaqtimizda ko'zimiz asalla adishib qoladi. Ya'ni biz keyingi qurg'ani topolmay qolamiz. Shunga buni o'qishga qulaylik yaratish uchun odatda stollarga bo'lindi. Uningdan boshqa gazetlar texnik ko'p stollarga bo'lindi. Jurnallar gerçi 2 yoki 3 stolga bo'linsa-mu, gazet texnik ko'p stollarga bo'lindi. Endi biz Word'da stol bo'lish maqsadiga yetalaymiz. Biz buni tuvanda amaliy misol orqali ko'rib baqaylik. Biz yana o'zimizning tayyor bir parcha maqola hujjatini ichib olaylik. Biz bu tekstimizning ma'lum bir qismini 2 stonga bölüp ko'rib baqaylik. Yani bu doiragacha kelgan mazmunni 2 ston qilib ko'raylik. Stonga bölüş uchun biz tizimlikdan betlayisi tizimlikini açamiz. Bu yerga qaraydigan bo'lsak, retlar deb bir stonni ko'ramiz. Bir belgini. Bunu bassak 1, 2, 3 yoki bir tarafı cho'ng, bir tarafı kichik stollarni ko'ralaymiz. Masalan, 2 stolni bassak, bu avtomatik holda 2 dona stolga bo'linadi. Lekin afsusnarligi bu stol soldan o'ngga yo'nalish top qoldi. Yani birinci stol solda, ikinci stol o'ngda. Bu bizningki Uyg'urchaninki o'qish qoidasiga to'g'ri kelmaydi. Shuni biz buni keyingi yandurayli asosiy keldi. Hamda biz stol tizimlikini besib bu yerdan boshqa retlar. Buni assak stolga bo'ladigan bir dialogram kelsa chiqadi. Hamda biz bu yerdan stolninki qancha stollik ekanligini belgilab beramiz. Masalan, 2 stol yoki 3 stol yoki bo'lmasa xohlagan sondagi stol. Masalan, biz 10 stolgacha buni bo'lalaymiz. Biz 2 stol qilmoqchi, stol soni bu yerda. Hamda biz Uyg'urcha tekstlarni stolga bo'lganda cho'qim o'ngdan solga degan tanlashni tanlab qo'yishimiz kerak. Bunda bo'lganda birinchi stol o'ngda, ikkinchi stol solda bo'ldi. Ko'p stollik bo'lsa, yana o'ngdan solga yo'nalishda birinchi stol, ikkinchi stol, uchinchi stol, to'rtinchi stol deganga o'xshash o'ngdan solga yo'nalishda bo'ladi. Endi biz ma'qul knopkasini bassak, bu 2 stolga bo'lindi. Endi qaraydigan bo'lsak, bu yerda stolning orliqi bek kichik bo'lib qolibdi. Biz buni yana tangsak bo'ldi. Bu yerda biz stolning kengligi, bu 2 stolning har ikkilasi o'xshash. Shuni birinchi stolni tanlab bersak bo'ldi, ondan orliq. Bu yerdan orliqning qiymatini sal cho'ngroq qilib qo'yaylik. Masalan, buni 1 cm qilaylik. Undan keyin ma'qul knopkasini bassak, bu yerda stolning orliqining kengayganligini ko'ramiz. Endi buni o'qishga bir qadar qulaylik, ya'ni qog'ozga bosib chiqargandan keyin biz birinchi stolni o'qib bo'lib, undan keyin ikkinchi stolga yetkilib o'qisak bo'ldi. Navoda biz buningki xatning cho'ng kichikligini o'zgartsak, texnik yaxshi unumga erishalaymiz. Ya'ni xat kichik bo'lgan vaqtida masalan bu tekstni kichik qilaylik. Biz birinchi qurni oxirigacha o'qib, undan keyin yana bir keyingi qurga yetkazgan vaqtimizda biz bu qurni topolmay yo ostiga yo ustiga qarab qilishimiz mumkin. Buning o'xshash stong bo'lsak, qurning kengligi sal taroq bo'lg'achqa, ikkinchi stonga bemalol o'tib, ikkinchi qurga buni davomli o'qiy olamiz. Bu jurnal beti tuzgan vaqtida nihoyat qulaylik, mushkil usuldan foydalansak bo'ldi. Endi biz stongga bo'lgan vaqtimizda
ma'lum bir doirani tanlab, undan keyin stonga bo'ldik. Navoid biz bütün maqolning mazmunini stonga bo'lmoqchi bo'lsak qanday qilamiz? U vaqtda bu yerdan tanlangan tekstni emas, pütük bunu tanlasak bütün maqolimiz stonga bo'lindi. Masalan, buningga o'xshash. Gerçi xatninki cho'ng kichiklik o'xshamasimi, bu avtomatik stonga bo'lindi. Bu vaqtda birinchi bet tugagandan keyin, undan keyin keyingi stonga o'tkazildi. Bu bet butunlay o'qilib bo'lgandan keyin, ondan ikkinchi betninki birinchi stoni, undan keyin ikkinchi stoni deganga o'xshash. Buni biz eslab qaytaraylik. Endi stonga bo'lgan vaqtida yana ba'zi stollarning oraliqqa siziq chiqarish ehtiyojimiz tug'ildi. Bu vaqt yana boshqa xaratlar bu yerga ayrı siziqi deganni tanlab bersak bo'ldi. Yani ikki stonning oraliqqa bir siziq chizildi. Navoid biz stollarni cho'ng kichik shaklda bir ston cho'ng, bir ston kichik shaklda tizmoqchi bo'lsak, bu vaqtda buni xohlagan birini tanlasak, masalan, o'ng tarafdagi ston cho'ng deganga o'xshash. Undan keyin bu stollarningki qaysining qanchalik cho'ng ekanligini bu yerda belgilab berildi. Masalan, birinchi ston 4,4 cm, ikkinchi ston 9,34 cm deganga o'xshash. Birisi cho'ng, birisi kichik. Bu xil shaklda. Agar stonning soni texmi ko'p bo'lsa, buni ayrim-ayrim belgilab berildi. Ya'ni bu yerdan har bir stonning cho'ngligi, bu yerdan ikki stonning oraliqidagi oraliqning qanchalik ekanligi deganga o'xshashadi. Orta ston bilish mashg'uloti yuqorida ko'rsatilgandek.